Dunyodagi eng shirin hid nimani hidi deb so'rashsa, ko'pchilik nonni hidi deydi. Lekin ayollar umuman boshqacha javob beradi. Dunyodagi eng shirin hid aslida sredstvalarning hidi. Shaharda yo'q imkoniyatni faqatgina mana shu do'kon berayotgan ekan. Ya'ni endi siz Zaystore do'koniga kelasiz, 500 ming so'mlik narsa xarid qilsangiz, sizga 4% karta beriladi. Agarda siz 2 millionlik narsa xarid qilsangiz, sizga 7% karta beriladi. Ya'ni bu kartalar sizga nimaga xizmat qiladi? Qo'lingizda mana shu karta bilan siz do'konga kelsangiz, nimaiki xarid qilsangiz, sizga albatta 4% yoki bo'lmasam 7% skidkasi bor. Va bu do'kondagi ayrim skidkadagi narsalarni hozir men sizga ko'rsatmoqchiman. Boshqa joylarda 70 ming, 80 mingdan sotilgan mana shu Atlantis gellarni bu yoqdan atigi 59 ming so'mga topar ekansizlar. Yana undan tashqari Ezo parashuklari 3 kilolik. Boshqa joylarda bular ham 75 ming, 80 ming sotilgan. Bu magazinda bor yo'g'i 59 ming. Hamma ayollarimiz sevadigan o'sha Vashko va Vatika shampunlarini atigi 25 ming so'm, 29 ming so'mga topasizlar. Buni narxini hamma juda ham yaxshi biladi. Bozorda, ko'chalarda 75 mingdan 100 minggacha sotilgan Lenorlar bor yo'g'i 49 ming so'm. Mana shunday chegirma va aksiyalarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq Mumkin ilovasini yuklab oling va Instagram sahifasiga obuna bo'ling.